do'konimizda yangilik olib kelganmiz. O'sha mashhur kubik o'yinchoqlarni mana shunaqa har xil multfilm qahramonlari tushirilgan rasm olib kelganmiz. Ko'rib turganingizdek, bunda geroylar, qahramonlar, Hulk, Kapitan Amerika, bu tomonda Teon odam, bu tomonda Thor, o'rgimchak odam rasmlar tushirilgan bo'ladi. Sifati ham yaxshi. Aylanishlari ham yaxshi aylanadi. Ko'rib turganingizdek, kubikka o'xshab yig'iladi, faqat bunda rasmlarni joyiga yig'ish kerak bo'ladi. Narxi 15.000 so'mdan. 6 ko'rinishini olib kelganmiz. Bu birinchi ko'rinish, ikkinchisi posbon kuchlari. O'sha rasm tushirilgan olib kelganmiz. Bu tomonda ko'rib turganingizdek har xil rasmlar bor. Ranglari ham yorqin ishlangan. Bolajonlarga qiziq qilib o'rgatsangiz bo'ladi. Sifati yaxshi. Qor malikasini multfilmga tushirilgan olib kelganmiz. 3-xili ko'rib turganingizdek, endi Elza Annani bitta ko'rinishlari bor. Bu tomonda Minecraft'ligi Pokemon multfilm qahramoni Pikachuni ham olib kelganmiz. Pikachu o'rtayingizda olib kelib qo'yganmiz. Bu ham sifati yaxshi. Bu tomonda Stitch multfilm qahramoni olib kelib qo'yganmiz. Etkanda 6 xil ko'rinishdagi do'konimizda sotuvda bor. Do'konimizga kutib qolamiz. Sofiya Toys eng zo'ri.